Bu hujjatimiz 65 varaqdan iborat. Hozir shuni qanday qilib printerdan orqa va oldin qilib chiqarishi ko'rsatib o'taman. Buning uchun faylga kiramiz. Pechatga kiramiz. Va mana bu stranitsa degan joyga varaqlarning oldin tog' sonlarini yozib chiqarib olamiz. Faqat tog' sonlarini yozamiz. Birinchi mana bu virgul 1, virgul 2, virgul 3 bor-ku, mana shuni tanlaymiz va tanlagandan keyin bu yerga birinchi tog' sonlarini yozishni boshlaymiz. 1, virgul mana shunday qilib hozir yozib olamiz. Mana azizlar, varag'imiz 65 varaqli edi. 65 gacha yozib oldik. Faqat tog' sonlarini yozib oldik. Endi pechatga beramiz buni. Pechatga beryapmiz. Bu chappa chiqadi. Mana bizga chappa taraf turibdi. Mana azizlar, chiqarib oldik. Endi buni hech qayerga tegilmasdan shunday olib printerning ustiga qo'yamiz va birinchi mana shu ustidagini takka qo'yamiz, aylantirib qo'yamiz. Faqat mana shunday turishi kerak va mana shunday holatda hammasini ag'darib chiqamiz. Bunday qilib mana printerdan qanday chiqqan bo'lsa, shu turish shunday oldik-ku, endi ag'darib chiqyapmiz. Mana azizlar, hammasini taxlab chiqdik va buni shunday shu turishda olamiz. Mana shunday solamiz printerga. Mana chappa tarafini pastga qarab solamiz. Va juft sonlarini yozamiz endi. Mana bu yerga yanda tog' sonlarini yozgandik, endi juft sonlarini yozib chiqamiz mana shu yerga. Mana azizlar, bu joyiga faqat juft sonlarini yozdik. Birinchi tog' sonlarini yozgandik, endi juft sonlarini yozdik va pechatga beramiz. Mana varog'imizni printerga solib oldik. Demak, pechatga beramiz. Mana azizlar, orqa oldin qilib chiqarib oldik. Endi bularni olib betlarini taxlab chiqamiz. Xo'sh. Shunday qilib tayyorlab chiqamiz hammasini.